Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Issiqlarda. Ha. Qayerdansiz o'zi tanishtirasiz? Men Farg'ona viloyat Bog'dod tumani Chekmirzobod qishlog'idan mana shu Muhiddin tabib asalari bilan davolovchi maskanga davolanish uchun keldim. Nima kasal bilan keldingiz? Ha, shu ikkala oyog'imda tizzadan pasti uyushib, muzlab og'riyardi. Bir kurs davolanib ketdim. Mana ikkinchisiga keldim. Mana bugun 5-kuni. Allohga shukr. Yaxshiman. Oyoqlarim yaxshi. Namozlarga, sajdalarga bemalol ibodatlarni qilyapmiz. Anchadan beri og'riydimi oyog'ingiz? Ha, 5 yildan beri og'riyapti. Undan oldin qayerlargadir ko'rinib, qanaqadir tabib yoki bo'lganmi shunaqa? Doktorlarga borib, og'riq qoldiruvchilardan ham olganmiz. Yurgan yo'limizda o'sha og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yurardik. Yo, bitta endi mana davolashdi. Uyda 10 kun turib keldim. Mana bugun 5-kunim. Xudoga shukr yaxshiman. Yaxshi, effekt sezyapsiz. Ha, yaxshi. Xudoga shukr, o'zgarishlari yaxshi. Xudoga shukr. Ha, oyoq og'riqlari deyarli yo'q. Bugun doktor yonimga kirdi. Nima, tabib yonimga kirdi. Tabib dedim, men ikkinchi marta kelishim taniyapsiz desam, ha dedim. Shunaqa yaxshiman endi. Endi kelmay qo'ysam bo'laverami desam, uyga borib o'zingizni issiq saqlab, parhezini qilasiz dedi. Agar sizni bezovta qilmasa, kelmay qo'ying opa dedi. Yo agar bezovta qilsa dedi, yana bir kurs kelasiz dedi. Bu yerda ikkinchi kursdan olyapsiz. Sharoitlari qanaqa? Sharoitlar. Medsestralar, sizga qarovchilar. Sharoitlar rosa ham yaxshi. Kelishimiz bilan darvozani oldida chiroyli qilib qorovlaka kutib oldi. Doktor qizlar qo'llarimizga yangi prosinopodia deganliklar tutqizishdi. Tarozlarga tortindik, pullarni to'ladik. Xonalarga kirib choynak, piyola, prosinopodia deganliklar hammasi toza, sharoitlar yaxshi. Obedlarimiz, ertalabki ovqatlarimiz hammasi yaxshi. Kechki paytlar ham ovqatlarimizni chiroyli qilib pishirib olib berishyapti. Oshpazlarga ham, doktor qizlarga ham hammasiga rahmat. Narxlari qimmat emasmi? Yo'q, narxlari ham yaxshi. Baribir doktorga borib ham 5 kun yozsangiz, undan ko'proq ham ketadi. Yaxshi, hamyonbop. Hamyonbop yaxshi. Nima tavsiya qilasiz, xola? O'ziga o'xshagan shunaqa oyoq og'riydigan, bel og'riydigan. Menga o'xshab oyog'i og'riganlarga kimyoviy yo'llar bilan davolanmasdan tabiiy yo'llar bilan davolaninglar, kenglar. Mana shu Andijon viloyati Buloqboshi tumanida bir ajoyib maskan bor ekan. Kenglar, hammalaringga tavsiya qilaman. Rahmat, xola, sizga ham yaxshi bo'lib qoling, tuzalib qoling. Alloh shifo bersin. Rahmat. Salomat bo'linglar.